Ukangiz haqqini oladi. Otangizdan qolgan hovlidan. Siz olmaysizmi? Aka, xabaringiz bor, yaqinda to'y qilgandim. Shunga to'ydan keyin ancha qarz bo'lib qolgan edim. Shunga o'ylab, otamizdan qolgan uyni sotsam, qarzlarimdan qutulsam, qolganiga bir ikki xona uy olardim. Ro'yxatda siz bilan kelayman borlar. Shunga qo'l qo'yib bersangiz deb kelgandim, aka. Mayli ukam, endi zarur bo'lsa sotasan-de. Biz rozimiz, qo'l qo'yib beraman. Notarius kunini aytsang bo'ldi. Kirsen bo'lardi uyga. Rahmat. Nima? Ukangiz haqqini oladi. Otangizdan qolgan hovlidan. Siz olmaysizmi? Bizga ham pul kerak. Bola chaqamiz katta bo'lyapti. Menga qara. Bizda uy joy, hamma narsamiz bor-ku. Birovdan qarzimiz bo'lmasa, ukam yaqinda to'y qildi, xabaring bor. Hamma yog'i qarz bo'lib yotibdi. Xullas gap shu. O'sha otangizdan qolgan hovlini yarim pulini olasiz, keyin qo'l qo'yasiz. Aka bo'ldi. Hisob kitobni qildim. Pulni oldim. Endi kirib qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi, aka. Menga qara, necha pulga sotding uyni? 50 mingga sotdim. Yarmini bersang qo'l qo'yib beraman. Aka, o'zi qarzlarini to'layman deb sotgan bo'lsalar, siz yarmini olsangiz, men olsam, keyin nima qiladilar? Agar Menga qara, bu ota hovli. Ota hovlida hammaning haqqi bor. Xullas, yarmini berasan qo'l qo'yib beraman. singlimni haqqini kim beradi? Buni oilasi bor, eri bor. Bergin kelayotgan bo'lsa, ana o'zingni pulingdan beraver. Mayli singlim, qo'yaver. Mana aka, pulni yarmi. Qo'l qo'yib bering. Bu boshqa gap. Endi qo'l qo'yib beraman. Singlim, men bu 10 ming. Bu seni haqqing. Bilaman. Hozir seni sharoiting menikidan yaxshi emas. Ol singlim. Aka, o'zingiz nima qilasiz? Bu yog'iga bir ijaraga uy olib yashab turaman.